Göçün şörpsep ya ve may ailede addi usuldala qordaqda yerleşni ögünü öğrenladızlar. Dastıqamlarımızdan yarışıq boğan yeşli qordaqda yerleşni ap geldim. İtli usul intayin addi bulup birlik özanlar ögüneleyizler. Aval özümüzden ihtiyaca qarta göçlerimizdeki qoğu söngəklik yerlerini tayyor qilib olamiz. Sevköklatlarımızdan bolsa piyaz, zincan, samsaq, savza, yonyu, şuxlaq, köklazi, qızıllaza, yubasaylarını videoda gösterilgandek to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ko'rib müşahiga chiqibsizlar. Meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutqanmanglar. Bundan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlar sunish uchun izchil turda terishma. Endi saylarimizni tayyor qilib olgandan keyin qazimiz g'az miqdorida moy qo'yib, bir qo'shaq atrofda shakar silib, uni toz bir aralashtirib olamiz. Yog'imizdan ko'pik jo'rlagandan keyin tayyorlab olgan go'shtimizni silib, go'shtimiz qizarg'ich qo'rib olamiz. Ya'ni go'shtimiz chiroyli qizargandan keyin muvofiq miqdorda tuz, azroq yog' qo'yib, bularni tekshir bir aralashtirib olamiz. Keyindan tayyorlab olgan piyaz, sincan, samsaqlarimizni silib, puruq chiqqichi biraqur aralashtirib qo'rib olgandan keyin tayyorlab olgan sho'xilni silib, sho'xilimiz izlib suvi chiqqicha bir qo'rib olamiz. Endi saylarimizning ichida tezroq pishadigan savzini silib, yog'da 2 minut atrofida bir qo'rib olgandan keyin tayyor qo'rtaqda qo'rimizni silib, puruq chiqqicha 1 minut atrofida aralashtirib qo'rib olamiz. Keyindan tayyorlab olgan yong'yonni silib, yong'yonni 2 minut atrofida bir qo'rib etgandan keyin o'zimizning ihtiyojiga qarata saylarimiz chilashqadak suv qo'yib, suyimizni 15 minut atrofida dumlab turib qaynatib pishirib olamiz. Endi dumlanish jarayonida sabzi bilan yong'yorimiz muvofiq pishgan bo'lsa, buning tayyorlab olgan qizil ko'klazlarimizni samsaqni silib 2 minut atrofida bir aralashtirib o'tamiz. Bundan keyin tayyorlab olgan o'zimiz yaxshi ko'rgan ko'ksaylarimizni ustiga silib, yana 1 minut atrofida dumlab etgandan keyin tuz ta'min etib taqsimizga usva saqlab bo'ladi. Intayin yeyishlik bo'lgan o'zicha bir qordog'imiz tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilada mushkul usulda qordaq tayyorlab yeb beqinglar, tilinglarda qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib, inkas rayning meni qo'llash uchun haqsiz gullarni yo'llab qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Qansizlarmi o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar meni qo'shilishni unutmanglar. Keyingi sonlarda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.